Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada da kacıyoruz, Washington'dan sözleyimiz. Bugünkü ıslahı 2020 yıl 4. ayının 16. gün haftaga Perşembe. Vaziyetten bir kelime aytsak, bugünkü vaziyet yani biraz üstüde toxtalımız. Yakında Prezident Trump günlerden biraz doğrusu muhbirlarga söhbet bayan kılganda hazır. Dedi ki, en yüksek pellisi, yani ciddi peytleri ötüp gitti. Dedi, bu bütün memleketke, hatta bütün dünyaya hoş haber oldu, hürmetli vatandaş. Bugün bir şuların devir kılgan oldu sizlerge, leksiya sözleyimiz vatandaşlara. Bugün CNN'nin atıyında saat 6'dan 30 minutta tarqatkan haberinde dünya boyunca juqumlanğanlar 2.072.228 nefer. Dünya boyunca bu virus afti bilen vafat bolğanlar 137.666 nefer. Amerika Qo'shma Shtatları da juqumlanğanlar 639.664 nefer. Kesel agar virus afti bilen vafat bolğanlar 30.985 nefer. Washington vaqt atdigan saat 6'dan 30 minut o'tgandi. Amerikada simliq televiziya CNN'ning xabari vatandaşlar. Allah nusratini ato qil Amerika ve dunyoga insoniyatga. Shu qatorda Uyg'urlarni qutuldir. Allah. Endiki mavzumunda vatandaş. Amerika bilan yadro urushi qilishga tayyorlik qilyotgandi. Jungo Şinjan'da yadro qurolları sınığı elib barmoqchi bo'ldi. Mavzuli xabar 4. ayning 15. gün bitinin torpilim Kanada'da ilan qilindi. Xabar bunday başlandı. 4. ayının 15. günü Volkutsi gazeti xabar qilib bunday ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlar yaqinda e'lon qilingan dokladda bunday ko'rsatildi. Jungo kichik ko'lamli maxfiy yadro qurollari sınığı elib bormoqchi bo'layotdi. Jungo 2019 yılı Şinjan'da Lopnor sınaq meydanida, müstemlik Uyg'uristonda Lopnor sınaq meydanida faoliyat qildi. Belki yadro qurollarini sınaq qilishni umumyuzlik qo'llash xalqaro shartnomasiga xiloflik qilganlik bo'ladi. Biz bu bir mezgil ichida bir parça notok kechiringlar. Bir mezgil ichida tayyorlan. Jungo belki 2019 yılı yangi tojisimon virus krizisi kontrollikdan chiqib ketgan. Janubiy dengizni harbiylashtirgan So'g'd urushidan tashqari Amerika Jungo munosabatida jiddilik omillerini ko'paytgan bo'ladi. Bu bir parça harbiy tayyorliklarni boshqarish to'g'risidagi dokladda Jungo bergan va'dasiga xilof qilganlik faktlari tilga ilinmadi. Lekin belki bir qator alomatlarni misol keltirib, Jungo belki nol normalik yadro qurollari sinoqlarini cheklash belgilemesiga xiloflik qildi deb gumonlandi. Cümleden Şinjan mustamlika Uyg'uristonning Lop noyisida yadro qurolları sınaq qilish maydoni faoliyatlari orqama-orqa elib berildi. Bu bazıda yerler taraflar çunqur ko'landı. Alayda sınaq qilish ishxonasi o'rnida ishlatishi va portlatishga ishlatishi mumkin.
Eğer yer aslında partlasa onun bulda vaziyet bombası bulup vermez kötendir. Ötken bir neçe yılda Cungo çığırası içinde radyoaktiflik maddeler ve yer devreşli ölçeş punkitleri sağlık malumatlarını yollaş özlüksüz üzülüp kaldı. Amerika taraf ne? Kumanısal. Endilikli yeni bir haber hürmetli vatandaş, ommi sağlamlık krizisinden xatarlık payetleri ötüp gitti. New York şehri başka ştatlara yardım verişe başladı. Prezident Trump iktisatı asli keltiriş boyunca körsetmelik nutuk sözleydi. Mavzula haber 4. ayının 15. gün Henry Torbit'inin Torpilim kanalı ilan kılındı. Haber bundan başlandı. Johns Hopkins Üniversitesi'nin statistikisiga asaslanganda yer şehri boyunca yuqumlanğanlar 2 milyon 40 mingdan eşip ketdi yuqordi dedik. Bu virus bilen vafat bolğanlar 15. günü tushdan keyin 130 ming sondan oshdi. Amerikada yuqumlanğanlar 630 mingdan oshdi. Vafat bolğanlar 270 ming. Keçirenler vafat bolğanlar 27 ming. 4. ayının 15. günü tushdan keyin saat 5'te Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump Oqsaroyda muxbirlarga fikr bayon qildi. Prezident Trump mundaq ko'rsatdi. Ma'lumot va oshkorildiki, Amerika ommaviy sog'lomlik krizisi yuqori ko'tarish mezgilidan o'tib ketdi. Başta dedik-ku, vaziyat doğrusu Prezident Trump dedi ki, hazır ommaviy sog'lomlik krizisi yuqori ko'tarilish yoki xatarlik vaziyatdan mezgildan o'tib ketdi. Endi iqtisodni asliga keltirish to'g'risida to'xtalamiz. Prezident Trump mundaq ko'rsatdi. Davlat xatarlik siziqdan o'tib ketdi. New York shahrini o'z ichiga olgan holda yuqumlanganlarning soni tuvalladi. Washington, Baltimore qatorliq joylarda yaxshi ahvollarni ilgirlash ko'rildi. Yaxshi vaziyatning taraqqiy qilishi bizning oxiri davlatning iqtisodini asliga keltirish ko'rsatkichi to'g'risida fursat yaratib berdi. Biz bu to'g'rida nutq so'zlaymiz. Prezident Trump dedi ki, bu to'g'rida men nutq so'zlayman dedi. Prezident Trump 5. ayının 1. günüdün başlab iqtisodiy faoliyatni qayta asliga keltirish plani borligini mo'ljalladi.